Assalomu alaykum. Menga oxirgi paytlarda kuzatuvchilardan ko'p savol tushib turibdi. Yoki o'zim boshqara olmayapman, o'zim tutib bila olmayapman. Shu qimordan ko'p yutqizib turibman, o'zimni kontrolировать qila olmayapman degan savollar tushib turibdi. Demak, qimordan qanday chiqsa bo'ladi? Qimordan chiqishning iloji bor, faqat buni tan olish kerak, tushunib yetish kerak. To'g'ri, bu juda ham qiyin. İnson hatto o'zini boshqarib ham bila olmay qoladi. Qimordan chiqsa bo'ladi. Birinchidan nima qilish kerak? Shu boshingizdagi, miyangizdagi o'y-xayollardan xolis bo'lishingiz kerak. Shu har doim bir marta o'ynayman, yutqizganimni chiqarib olaman degan ishtiyoqdan xolis bo'lish kerak. To'g'ri, bu narsa qiyin, lekin shu birinchi avvalambor shundan boshlash kerak. Keyingi bosqichlarda qo'lingizga pul tushganda pulni nazorat qilish kerak, qarzlarni berish kerak. O'yindan chiqsa bo'ladi, to'xtatsa bo'ladi. Kuzatishda davom eting.